Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Men qarindishinglar Nabijon Ala. Men hozir Belgiyaning poytaxti Bryussel. Ya'ni biz namoyish qildigan 4-27-kuni namoyish qildigan ishqilish o'rnimizda turyapmiz. Bu bir bog'cha, kichik bir bog'cha. Bu yana Shvetsiya konsulxonasiga o'tliq to'g'ri keldi ekan. Men michada turib hozir bigan Allohning rahmati bilan biz salomat yetib keldik. İnşallah biz bir yerden müşkillerden inşallah kılgan hizmetlerimizni ve bazı bir ziyaret kılgan uğurlarını her birileri bile ortaklaşımız. İnşallah barlık qarindoshlarning Belgiyaning havası, Belgiyaning naiti, her cihetdeki şiraitleri naiti yaxshi ekan. İnşallah tayyorlik qilgan ve tayyorlik qilayotgan qarindoshlarımizdan şu 27-kunga ulgurib salomat kelishini Cenab-ı Allah'tan tileyman. Şuna olan birge, eğri biz parlament binasından aldık verip, parlament binasından aldırdım mı, sizlerge yana Naq meydandan bir haber verme inşallah. Hazır mı şu evvel yığıldığı ornumuzdaki bankçının ornundan her birilerine haber verdim. Ben Belgiyanın paytaxt Brüssel'den. Assalamu alaikum. Qarindoshlarım, ben hazır Avrupa Parlamentining komisyon binasının aldığı duruvatıman. Mana bu sizlar ko'rayotgan binoning umumiy ko'rinishi. İnşallah biz turadigan ahvol atrofning yeni bo'lishi mumkin. Ama biz şu komisyondagi munosabat xodimlar oldimizga chiqib bular bilan bizlar nima qilishdi? Balkim Dünya Euroqurtining raislari shularga tegishli materiallarni sunishi mumkin. İnşallah namoyishimizning naiti bexatar, naiti yaxshi, naiti jonliq bo'lishini Cenab-ı Allah'tan tileymiz qarindoshlar. Bunun için bunun hammamizning as xushimiz, bunun chaqiriq qilishimiz, bunun ovoz qo'shishimiz bek muhim. Bu biz uchun bir tarixiy fursat. Bu fursatda biz Xitoy tajovuzchilariga Sharq Turkistondagi bo'layotgan zulmni anglatamiz. Zulm ne? Bütün dünyaya jakarlaymiz. Hemmimizden ovozi bilan, hemmimiz bu yerdagi 27 davlatning oldida, Birleşmiş Komisyonning oldida biz bularga o'zimizning dardini anlatamiz. Dardimizni anlatgandan keyin anandan keyin davlat, xalqaro matbuot bo'lsin, xalqaro tashkilotlar bo'lsin, işte Avrupa parlamentleri olsun, işte dünyadaki çok teşkilatlar Xitoyga besim şekillendirdi ve ularga muxbirlarni yollaydı. Şunu bilan birga qanday bo'ladi deganda Sharq Turkistonda bo'layotgan zulm bizning diginimizga o'xshashmi emasmi? Buni xalqlarning munosabat odamlar tekshirish orqali buni biladi qarindoshlar. Buning uchun biz shu yerdagi zulmni o'rnimizdan dasturib anlatishimiz kerak. Buning uchun qarindoshlarni bu yerga 27-kisla Allohning izni bilan hammalarni kelishga yana bir da'vat qilaman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men hozir Parijningki Eiffel munarining yerida turyapman. Hazır dünya tanıqlı olan Eiffel munarının aslında hazır bu yerde sizler için Naq meydanında haber veriyotiman. Yani biz bu yerga qarindoshlarimiz bilan birlikda kelib Sharq Turkistonning bayrog'ini chiqardik hamda yeni munarning ustiga chiqmoqchi Alloh xolisa. Anandan keyin qarindoshlarımizga bu yerdagi boshqa bog'chada nima qilayotgan xalq ammasi bo'lsinmi Sharq Turkistonning hozir bo'layotgan zulmni anlatyapmiz. Kuchimizning yetishicha bu yerga Türk qarindoshlarimiz keldi, Türkmen qarindoshlarimiz keldi. İnşallah ovozimiz yetkincha yergacha Sharq Turkistonda hozir bo'layotgan zulmni bu qarindoshlarimiz anlatishtirishdi. Shuning bilan birga Sharq Turkistonning zulmini bütün Uyg'urlarning o'zimizning kuchi yetishicha, o'zimizning davlatlaridagi va 27-kislar Brüssel'de bulduğun namayişe hem qarindoshlarning aktif bilan qatnashishni, bu yerda hammamizning birlikda ovozimiz bilan tang Xitoy tajovuzlariga qarshi va tajovuzlar zulmini to'xtat degan shaklda hammamizning tang birlikda xitob qilishning nihoyat muhimligini har biriga deb kelyapmiz. İnşallah qarindoshlarimizning bu faaliyetga aktif ovoz qo'shishini Cenab-ı Allah'tan ümit qilamiz. Cenab-ı Allah'tan bu faaliyetlerimizin o'ngishli, sog'lom bo'lishini tilaymiz. Bu yerdagi nurg'un sayohatchilar bizga diqqat qilyapti, bizni ziyorat qilyapti, bizning gaplerimizga, bizning bayrog'imizga diqqat qilyapti. Mana bu qarindoshlar har birimizning qila oladigan qilish tegishli ishlarining bir qismi. Uning uchun har bir qarindoshlarga yana o'rnimizdan dasturib zulmni hurmatli qarindoshlar va hozir Paris darvozasi, Zafer darvozasi degan o'rinda turyapman. Mana hozir ayollar Sharq Turkistonning davlat bayrog'ini chiqardi. Zafer darvozasi turibdi. Mana bu shunday muhim yerlarda devletimizning Sharq Turkistonning bayrog'ini chiqarish bilan birga baykallarimizni kiyib
bu yerdeki seyahatçilerge, bu yerdeki kişilerge özümüzün davasını anlatıvatımız. İnşallah bütün dünyadaki qarindoshlarımızdan mana namoyish 2 kun qoldi. İnşallah bu şeyge kilovatkan qarindoshlarımızdan xabarini anglavatımız. Allah razı olsun. Dünyanın her qaysi yerlerinden Brükseldeki namoyish qatnash uchun her xil qatnashmaslar kilovatda qarindoshlarımız. Onun için ularga bu yerden bir salam yollash bilan birga bu yerdeki qarindoshlarımızga yana şu mühim bo'lgan Parijning eng nuqtaliq davlat faaliyetlerini ötküzülen mühim noktada durup qarindoshlarımızga bizim bu yerden avazımızı yetkazishga tirishimiz. İnşallah 27-yilda Xitoy tajovuzlari nisbatan qarshi bir zarba berishini Cenab-ı Allah dileyimiz. Her bir kelamagan qarindoshlarımızın dünyanın her qaysi yerlerinde durup bu namoyishning ko'lamlanishi ve bexatar sog'lom ilib berish uchun Xitoy ajallik